15 dan 18 gacha. Demak, insonlar. Mana 4 ta inson gapiradi. 4 inson nima qiladi? Gaplashganini eshitasiz. Va A dan F gacha nima bor? Sallamhalar bor. Shuni moslashingiz kerak. Konuşmacı 1, konuşmacı 2, konuşmacı 3, konuşmacı 4. Shular nima qiladi? Gapiradi, siz shulardan moslaysiz, qaysi biriga tegishli. Birinchi chiqadigan ishingiz buni. 30 vaqt beradi. Shular tarjima qilib olamiz sallavhalarni. Sallavhalarni tarjima qilib olasiz birinchi. Demak, ketdi. Birinchisi A. Terapiya markazining tanıtım reklami verilmişti. Demak, terapiya markazi reklamasi. Reklama ekan. Reklama qanaqaligini bilasizlar, ha? Reklamada terapiya markazi, terapiya markazi oylik to'lovlari shuncha. Va bizga yozilish uchun shunaqa narsalar bor. Yozilish uchun shu saytdan ro'yxatga o'tishingiz kerak. Chegirmalar shunaqa. Shu kunlari ishlaymiz. Reklama. Reklama. Bilasizlar-ku, e'lonlar, reklamalar. Xuddi shunaqa deb gapsa qaysi biridir? O'shanda belgilaymiz. Shart terapiya yoki boshqa narsani eshitsangiz urib ketavermang. Chiqdi deb. Chiqmasligi mumkin, u bo'lmasligi mumkin, chalg'itishi mumkin. B'ga o'tamiz. O'rinlarining fiyatlarida indirim fursati. Xo'p, Manaf o'rinlari degan endi Manaf nimaligini bilasizlar, o'zini rastasiga ega bo'lgan sotuvchi. Va nima sotadi bu Manaf? Oziq-ovqat sotadi faqat. Oziq-ovqat. Ya'ni sabzavot, ko'katlar sotadi. Demak, sabzavot va ko'katlar sotuvchisi. Ko'katlarga, sabzavot va ko'katlarga, mahsulotlariga nima? Narxlarida chegirma. Aytsa, bizni do'konimizga keling, shanba va yakshanba kunlari chegirmalar bor. Qaysi mahsulotlarga, sabzavotlarga, meva va sebzelarga desa, olasiz shuni. Qaysi birdir ko'rishmachi gapirsa. Boshqa payt olmang. Karayolu seferleri düzlüğe dair bilgiler var. Nima ekan? Karayolu seferler. Karayolu degani nima deydi? Mashinada sayohat. Mashinada safar qilish. Avtobus. Shunaqa mashinalarda safar qilish. Demak, yo'l sayohati haqida ma'lumot bersa, umuman yo'l transportida sayohat. Yo'l transporti sayohati haqida ma'lumot bersa. Yo'l transporti sayohati haqida ma'lumot bersa, demak, nima qilamiz? Shuni olamiz.
D'da ivedilik so'zi konusudir. Ivedilik degani shoshilinch degani. Shoshilinchlik mavzusida deyapti. Shoshilinchlik so'z mavzusida demoqchi. Shoshilinch so'z mavzusida. Shoshilinchlik bor. Shoshilinchlik, ya'ni shoshing, biror narsa bo'lyapti, shoshiling, biror narsa qilyapti, shunaqa desa, shuni olamiz. Karajiyle ilgili uyarı niteliğindedir. Aytyaptiki, transport, ya'ni karayolu ulaşımda avtotransportlarda aytmoqchi. Avtotransportlar, ya'ni asfaltda yuradigan avtomobillarga oid nimalar? Ogohlantirishlar. Demak, avtotransport vositalari vositalariga oid ogohlantirishlar bersa. Ya'ni nima degani bu? Avtotransport vositalariga oid. Ya'ni sayohat, karayolu ulaşım. Shu mashinadan insonlar ketadi, mashinada shunaqa bo'ladi, mashinamizga nima olib chiqmay bo'lgan narsalarni mashina ogohlantiramiz, mashinaga tezroq chiqing, mashina shundan shungacha ketadi, soat 7:30 da ketadi, ogohlantirish. Shu mashinalar vositalari haqida ogohlantirish. Shunda beramiz shuni. Va oxirgisi mesai zamoni belgitilmish. Mesai zaman degani ish vaqti, ish soatlari. Aytyaptiki, ish vaqti ko'rsatilgan bo'lsa. Ish vaqti ko'rsatilgan bo'lsa. Demak, bu ogohlantirish. Bunisi esa mesai zaman degani ish vaqti. Ish vaqti ko'rsatilgan bo'lsa, belgitilgan. Demak, ko'rsatilgan bo'lsa. Bu nima degani? Misol uchun, ishimiz 10 dan soat 5 gacha. Ana shunda belgilaymiz. O'z-o'zidan shuni olib ketaveramiz. Ish vaqti aniq ko'rsatilishi kerak-da. Yoki dushanba, chorshanba, juma kunlari ishlaymiz. Ish vaqtlari aniq ko'rsatilsa, demak, shuni olamiz. Endi ko'rishmachi 4 inson gapiradi. Nima qilamiz? Topishga harakat qilamiz endi. Topishga harakat qilamiz. O'tirib olay. Mana. Demak, mana ekranda hammasi ko'rindi. Dilni men hozir qo'yib beraman. Birga The Bluetooth device is ready to pair. topib ketamiz. The Bluetooth device is connected successfully. Dilni men topib olay hozir. Mana hozir
yoga, jimnastik, paten ve yüzme bu kişiler için en ideal spor türleri ve bagajlar. Bagaj bölümü bak çocuk oyuncağıdır. Hiç zorlanmadan koşabilen ve yüzme bu kişiler için en Mana ketdi hozir. ses kaydını dinleyiniz. Birinci konuşmacı. Sayın yolcularımız, emniyetiniz için mutlaka bagaj kurallarınıza uymanızı rica ederiz. Özel kafeslerindeki kedi, Qaranglar. Bagajlaringizda dedi o'zi qarang ikkita variant qolyapti xolos. J bilan E qolyapti. Chunki safar faqatgina ikkovida bagaj dedi, ikkovida bor xolos. Sayohat. J bilan E da bor. Qolganlarida yo'q. Mahsulot haqida bu terapiya markazi. Bunisi demak shoshilishlilik ham bo'lib qolishi mumkin, hozir ko'ramiz. Va ish vaqtlari ko'raylikchi. köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar sadece bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Bo'ldi, chiqdi bu. Juda ham oddiy ekan. Tashiyabilir deyapti. Tashiyabilir. Xo'p, mana qaranglar. Avtotransport vositalariga oid ogohlantirish. Mana. Hayvonlar, shu kedi va shunga jonivorlar avtotransportda maxsus narsalar bilan tashiladi deyapti. Sizga ogohlantirish beryapti. Ogohlantirish beryapti. Nima? Bir bo'ldi mana, chiqdi. Ogohlantirish berib bo'ldi sizga. Ogohlantirish berdi. Demak, qo'yamiz. Tehlike yaratabilecek yakıcı, patlayıcı ve zehirli nitelikli eşya, kargo ve bagajlar, bagaj bölümü de dahil olmak üzere otobüsle taşınamaz. Mana eshitiladimi? Yana aytyapti. Yong'inga vositalar, shunaqa portlovchi shunaqa narsalar avtotransportda toshilmaydi, boshqa narsalar toshiladi deb sizni ogohlantiryapti. Demak, o'z-o'zidan variant chiqyapti, boshqa variantga to'g'ri kelmaydi. Yana bir marta qaytaradi. Konuşmacı bir Sayın dedi. yolcularımız, emniyetiniz için mutlaka bagaj kurallarınıza uymanızı rica ederiz. Özel kafeslerindeki kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar sadece bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Tehlike yaratabilecek yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve benzeri nitelikte eşya, kargo ve bagajlar, bagaj bölümü de dahil olmak üzere otobüsle taşınamaz. İkiga o'tadi endi. İkinci konuşmacı. Sayın müşterilerimiz, inanılmaz indirimler var. Tatlış, Indirim deyapti. Indirim deyapti. Lekin to'xtatib turamiz. Balki u emasdir. Yana qidirib ko'ramiz yana. Balki shu chiqar. Xo'p. şeker ve çikolatalarda cazip indirim ve ödeme seçenekleri alt katta sizleri bekliyor. Ancak bugün geçerli olan indirimler, stoklar tükendiği an geçerliliğini kaybedecektir. Yani acele etmeniz gerekiyor. Qaranglar, indirimlar nimaga ekan? Shirinliklarga ekan. Chokolad dedi, shuningdek tatlilar dedi, shirinliklarga ekan. Bu yerda bizga sabzavot ko'katlarga chegirma kerak edi. Indirim kerak. Lekin bu chiqmayapti. Shuning uchun bilni olmaymiz. Yana bir marta eshitamiz. Sayın müşterilerimiz, inanılmaz indirimler var. Tatlı, şeker ve çikolatalarda cazip indirim ve ödeme seçenekleri alt katta sizleri bekliyor. Ancak bugün geçerli olan indirimler, stoklar tükendiği an geçerliliğini kaybedecektir. Yani acele etmeniz gerekiyor. Oxirida chiqdi. Acele etmangiz kerak. Shoshilishingiz kerak. Mana, shoshilishlik.
D javob to'g'ri ekan. Shoshilishingiz kerak dedi. Acele eting. Chegirmalar tugab qolishi mumkin deyapti. Ya'ni shoshiling. Uchinchisiga o'tamiz. Üçüncü konuşmacı. Terapi merkezimiz acil başvuru merkezi değildir ve normal çalışma saatleri dışında çağrılara düzenli olarak yanıt veremez. Lütfen çalışma saatlerimiz içerisinde tekrar arayın. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya saat 8. Qaranglar, bu yerda ikkita narsa bor ekan, chalg'ityapti. Kaza haqida ma'lumot berdi, lekin reklama emas ekan bu. Nima? Ish vaqtlari haqida ma'lumot beryapti, aniq vaqtlari. Yana eshitdinglar mana. Terapi merkezimiz acil başvuru merkezi değildir ve normal çalışma saatleri dışında çağrılara düzenli olarak yanıt veremez. Lütfen çalışma saatlerimiz içerisinde tekrar arayın. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya saat 8:30 ile 17 arasındadır. Bo'ldi, ana chiqdi. Demak, o'z-o'zidan nima ekan? F ekan. Ish vaqtlaringizni nima qiling dedi? Aniqlang dedi mana. Ish vaqtlari nima qildi? Aniqlab berdik. Demak, F javob to'g'ri. Uchinchi konuşmacı F. Xo'p, ish vaqtlari haqida gapirdi. Mana ish vaqtlarini nima qildik? Ochib berdik. Xo'p, demak, konuşmacı 3 F chiqdi. Lekin bizda terapiya markazida nima qildi? Chalg'itdi. Xo'p, keyingisini qo'yamiz. Konuşmacı 4. Dördüncü konuşmacı. 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Erzincan Havalimanı pist bakımı nedeniyle kapalıdır. Bu sebeple Erzincan seferlerimiz iptal edilmiştir. Bizim şirketimizle Erzurum'a giderek Erzincan'a karayoluyla seyahat etmeyi tercih edenler için şirketimiz ücret karşılığında otobüs seferleri düzenlemektedir. 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Erzincan Havalimanı pist bakımı nedeniyle kapalıdır. Bu sebeple Erzincan seferlerimiz iptal edilmiştir. Bizim şirketimizle Erzurum'a giderek Erzincan'a karayoluyla seyahat etmeyi tercih edenler için şirketimiz ücret otobüs seferdir. Bo'ldi. Qaysi ekan? C javob to'g'ri. Nimaga C javob to'g'ri? Albatta, birinchi safar haqida aytdi. Safar haqida aytdi, birinchi. Ya'ni samolyotdagilar bekor bo'ldi. Endi nima? Transportda ketmoqchi bo'lsangiz, shu haqida ma'lumot ber. O'z-o'zidan C bo'lyapti. Xuddi shunday. Bizda ikkitasi oshiqcha ekan. A bilan B. Aynan 3-chi dilemma shunday shaklda tushadi.